وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. Allah subhanahu wa ta'ala bizga xabar beradi, ey Muhammad, sendan ilk biz ko'p payg'ambarlar jibardik. U payg'ambarlardan ba'zilari turida senga siyladik va ba'zilari turida senga siylamadik. Bütün payg'ambarlar mo'jizalarini Alloh ruxsati bilan ko'rsatdilar. 40-sura 78-oyat. Payg'ambarlarning Allah subhanahu wa ta'ala ularni bu dunyoga jibarib, albatta ular ustida vazifa yukli edi. Hamda shular orasida birinchi vazifa u Alloh subhanahu wa ta'ala birligini ishonu. Ham Alloh subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bizga xabar beradi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Alloha wajtanibu at-taghut." Har bir qavmga bizga ilishib jibardik. Bir Allohga ibodat qilib, tag'utdan, ya'ni majusilikdan yiroq bo'lsinlar uchun. Bu 6-sura 36-oyat. İkinci Allah vazifası kişilerinin kıyamet gününe aşanı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde misal için kitap bize haber verir. Kim Allah'a ve kıyamet gününe aşana şu ya iyilikli söz etsin ya endeşmesin. Alimler bundan anlatırlar. Eğer de kişi bir söz aytırga tiledi, lakin o söz naşar söz bulğanda göre, yani iyilikli söz bulmağında göre aytmadıyken şu kişiye ecir yazılıp koyar. Üçüncü vazife peygamberlerinin Allah dinini urnaştırıp kişiler arasında hakimiyetlikni buldurga tiyişler idi. Hem elbette onu nesine tanımlamız Kur'an'dan, bu mümkünde Kur'an'dan sünnet elbette. Atiyullah ve atiyur Rasul. Allah'a itaat ediniz. Hem Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ediniz. Şolay peygamberler vazifesi o Allah'ın emirlerini tırmışka kırıtırga, nişik kursatırga tiyişler ki hem elbette kişilerge misal bulup durga tiyişler idi. Çünkü eğer de peygamberler kursatmanan bulsalar, nişik biz yaşarga, nişik biz o kitaplarını, kanunlarını tırmışımızga kırıtırga tiyiş, biz belki onu anlap bitirmez idik. Misal için getirem namaz. Allah subhanahu wa ta'ala namaz okura kuşa, lakin nişik onu bitirge. Nişik adap kırgınga, onu elbette bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kursatır. Allah subhanahu wa ta'ala bizga nikah turida aytadi kitobda, Qur'oni Karimda. Lakin nikahda nechik bo'lurga, nechik xotinga, nechik mas'uliyatlar, buni albatta o'zi Peygamber Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohdan. Ham Qur'oni Karimda Alloh taolo "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Alloha wal yawmil akhir wa dhakara Alloha katira." Tahqiq Allohdan savobni va oxiratda jannatda umid etgan holda Allohni ko'p zikr etuvchi mu'minlar uchun Alloh rasulida sizga yaxshi misol bo'ldi. 33-sura 21-oyat. Ham ta'lim bir albatta jamoat vazifalari ham albatta qiyomat kunida bo'ladi. Shahidlik. Ya kishini yoqlab, ya kishiga qarshi payg'ambarlar shahidlik berilgan ekan. Ya'ni agar da kishi Allohga itoat etib, payg'ambarimizga esa payg'ambarlarga itoat etib yashaganlar ekan, u payg'ambar Alloh yaqinda shahidlik qilar ekan. Agar da endi itoat etmay yashagan bo'lsalar, Allohga qarshi bo'lishaqlar. U payg'ambarlar Allohning eng yaqinlari bo'lib chiqadi. Shunga ko'ra bunda Allohning shahidligi bizning yaqinlik bo'lsa edi. Ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Rusulan mubashirin va munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul va kana Allohu 'azizan hakima." Payg'ambarlarni jannat bilan shartlantirishi ham xabar beruvchilar etib ko'ndirdi. Oxiratda dinsizlarga ey Alloh bizga kitob indirmadi, rasul ko'ndirmadi, diyorga dalil bo'lmas ishim. Alloh qudrati esa ham Allohning ishi hikmatlidir. 4-sura 165-oyat. Bizning qavm Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ardından ketgan kishilar haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Siz dunyoga chiqarilgan ummatlarning eng xayrlisi bo'ldingiz, deydi Alloh taolo. Eng xayrlisi bo'lishi albatta Allohga itoat etib, Alloh qo'shgancha yashash kerak. Allohga haq ishonu ila ishondingiz. Kishilarni xayrli, iyilikli ishlarga
ezgi amallarga undi bo'lu bilan undadingiz. Ham buzuq, zararli ishlardan tiyu bilan bilib tiydingiz. 5-sura 110-oyat bo'ladi. Narsa bilan eng yaxshi qavm. Jasad bilan yo'q, motorlik bilan yo'q, albatta iymon bilan ham ezgilik, ezgi ishlar bilan albatta. Shukr Alloh taolo Qur'on karimda ham u bizning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam misol bo'lib turadi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni alamlarga rahmat uchun yubordik. 21-sura 107-oyat. Ham albatta payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kishilarga rahmat bo'laroq yubormoq bo'lgan bo'lsa, biz de jamoat onlardan misol olib kishilarga amalda ham so'zlarda rahmat bo'laroq bo'lurga tiyishmiz. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shekilli. Kishilar bizning yonda bo'lganda biz Allohga bizni rahmat bo'lurga tiyish. So'z bilan so'zlashganda, amal ishlaganda biz misol bo'lib turgan tiyishmiz. Aralashib tugul. Shukr biz salom berganda biz salom beramiz. Salom berdikan shu salom iminlik degan so'zdir. Shu iminlik orqasidan amal qilishga tiyish. Shu vaqtda sening amallaring sening so'zlaringga to'g'ri kela boshlaydi. Ham albatta biz butun payg'ambarlarni yaratamiz. Butinisini da yaqin etamiz. Lekin bizning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ayirmasi bor boshqa payg'ambarlardan. Biz boshqalarni yaratmaymiz deb aytmaymiz, ayirmasi bor, lekin boshqalarni yaratamiz. Ham albatta bizning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaratamiz. Ham endi ayirma bizning payg'ambarimizning. Birinchi bizning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam usulgi payg'ambar. Hamonlardan so'ng payg'ambar bo'lmashaq. Alloh taolo Qur'oni karimda aytadi: "Ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullohi wa khataman nabiyyin wa kana Allohu bi kulli shay'in alima." Muhammad sallallohu alayhi vasallam erlaringizning har birisining otasi bo'lmadi, lekin u Allohning rasuli va payg'ambarlarning oxirgisi. Alloh har narsani bilishi. 33-sura 40-oyat. O'zi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisda bizga shunday ma'lumot beradi. Mindi ham boshqa payg'ambarlar qissa bo'laroq qarasak, u matru'iy. Nima biz matru'iy. Hamda shu uyda bir pishmag'inda bir kirpish yo'q deydi. Iymatu. Hamda kishilar kelib g'ajablana boshladilar. Qarang matru'iy, hamda pishmag'inda bir kirpish yo'q. Ham birdan kishi dindan shu kirpishni, shu toshni tili boshladi deydi. Qo'shab qo'yurlar ekan endi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, u tosh mindi. Hamindan so'ng payg'ambar yo'q. Payg'ambar hadisda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi, mendan so'ng o'zim payg'ambar deb 30 yolg'onchi shoshaq, lekin mindi payg'ambardan muhri pechat degan so'z. Ham yo'q mendan so'ng payg'ambar. Demak, bu jamoat bu haq so'zlar. Qur'onda aytilgan, Payg'ambar aytadi. Mana payg'ambarlar, Isa deb aytib, Musa alayhisalom ham boshqa payg'ambarlar men so'nggi payg'ambar deb aytmadilar. Bizdan so'ng bir payg'ambar bo'lacak deb aytdilar ular. Bizning Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'nggi payg'ambar ekan. Ikkinchi jamoat ayirma. Nasrdan bizning Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ayirtiradi. U Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlardan bir va'da oldi. Agarda siz deb Allohga aytdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida yashasangiz deb, onu ishlatsangiz, onun ortidan borib Qur'ondan yasharga chiqish bo'lasiz. Ham Qur'oni Karimda Alloh taolo bu va'da turida bizga ma'lumot beradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa id akhadha Allohu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Menadi Allah payg'ambarlardan va'da oldi. Mana narsani sizga kitobdan haqiqatdan bo'lak etdim. Onlari sizdan bo'lganni tasdiq etgan holda ilishib keldi. Siz ona albatta ishonirsiz, ham yerda bitirsiz. Ham Alloh taolo so'raydi, iqror qildingizmi u shart bilan meni fikrimni tasdiqlaysizmi degach, Alloh aytlar tasdiqlaymiz dedilar. Alloh taolo aytadi, iqroringizga shahid bo'linglar. Men de sizning bilan birga shahidlardanman. 5-sura 81-oyat.
Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham bu 3-chi ayirmasi butun qavmlarga yuborilmish. Mana shu butun payg'ambarlar bir maxsus qavmga yuborilmish edi. Nendek qavm bo'lmasin, ilk vaqtda bir maxsus qavmga o'zina bir ishi ingadir. Albatta biz ular orasida bizga ma'lum bo'lgan Qur'ondan 25 payg'ambar ism bilan. Lekin ko'p ma'lumotlar Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Lekin Alloh har birisida maxsus bir qavmga indilar. Misol uchun Allah Taala Qur'on-i Karimda aytadi: "Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isroil inni rasulullohi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin." Dahi Maryam o'g'li Isa payg'ambar aytdi: "Ey Yaqub bolalari, tahqiq men Allohdan sizga yuborilgan payg'ambarman. Mendan ilm indirgan Tavrotni tasdiq etganim ham mendan so'ng kela turgan payg'ambar bilan suyunish berganim hamda onun ismi Ahmad. Isa payg'ambar Allohga oyatlar va mo'jizalar bilan keldi esa bu ochiq sehr dedilar." 61-sura 6-oyat. Ham Allohda o'zlarida da kitoblarida Evangeliya Matfeydagilar "Я послан лишь заблудшим овцам дома Израиля" deb, ya'ni men Isroil xalqining yuvalgan adashgan sariqlaridan jibarilgan deydi. Ham hatto Isa alayhisalom vaqtida Isa payg'ambarimiz kishilarni o'z sahobalarni da'vat etilgan jibarganda aytadi, agarda bu yerda bu qavmda Banu Isroil bo'lmasa, unda kirmaymiz deydi. Chunki ularda o'zlarining payg'ambarlari Şokara biz İsa alayhisalom shu maxsus İsroil qavmiga jibarilmiş edi. Ham tamam bezur jamoat ayirma bu Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shafaati qiyomat kunida. Hamsi o'rnida biz iskana tushgan, endi kishilar qiyomat kunida bosib turarlar, qachon qiyomat kuni bo'lar, issi kimdadir o'ti nuri butunlay yo'q, kimdadir birozna barmoq chalanda, kimdadir palma shekilli amallarga qarab albatta Tirku kimgadir tizga hatda, kimgadir mudga hatda amallarga, gunohlarga qarab ham kishilar kutar qachon qiyomat kuni boshlanadi degach Adam alayhisalomga boradilar. Adam alayhisalom aytdi: "Mening nafsim boshqa payg'ambarga jibarat." Ham har bir payg'ambar mening o'zimdan so'ng boshqa payg'ambarga jibaratgan bo'ladi. O'z xotasini isga tushirib, "Mening nafsim" deb illa magar Isa alayhisalom. Isa alayhisalom bir nindi o'z xotasini isga olmas, faqat aytdir mening nafsim ham bizning payg'ambarimizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga jibarar. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Mening ummatim" deb Allohga sajda qilib, Alloh ularga o'z maqtovlarini oshirib istama. Bilib maqtamagan holda boshqa maqtagan so'zlar bilan maqtay boshladi Allohni. Ham Allohdan shu qiyomat kuni boshlovini so'rar inshaalloh. Mening ummatim deb. Mana bu o'z shafaat bizning Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Sho'ra jamoat esga tushlik, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'p og'irliklar ko'rdi albatta. U payg'ambar turli chaqlar turmushda bo'ldi, lekin u bizga misol bo'lib turadi. Bir minnetingizda bo'lgan girolar tugul. Hamda Alloh nasib etsa edi bizning ishim, ham bizning bolalarimiz uchun, ham xotinlarimiz uchun, ham butun umuman kishilar uchun bizning Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam har birimizga da turmushimizda misol bo'lib tursa edi. Bular g'urmatdan tugul, hatto g'ajib turmushimizda da, xotin bilan orada bo'lganda, er bilan orada bo'lganda, bolalarga qarata, yurtdoshlarga, qo'shnilarga qarata, agarda biz Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zin misol bilan ko'rsatgan narsani turmushimizga kiritsak, demak biz uni yaratamiz, demak biz undan ortidan boramiz. Demak biz inshaalloh baxtli bo'lashamiz. Subhanaka Allohumma bihamdik, la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.